Har bir inson aslida yolg'iz. Biz dunyoga yolg'iz kelamiz va yolg'iz ketamiz. Hamma atrofdagilar bu aqlimiz o'yinlari, vaqtincha yo'ldoshlar yoki omma. Omad kelganida boy, badavlat va baxtli bo'lganingizda sheriklar juda ham ko'p. Ammo muammolarga duch kelib, pulsiz, ojiz bo'lgan paytingizda yana yolg'iz qolasiz. Hamma sizdan uzoqlashadi. Qalb og'riydi va bu og'riqni faqat o'zingiz his qilasiz. Ko'pchilik aynan shu holatni ko'tara olmay, tushkunlikka tushib qoladi. Aslida siz har doim yolg'izsiz. Hamma yolg'iz. Bu haqiqatni shunchaki qabul qilish kerak va o'z hayotingiz bilan yashash kerak. O'zgalarni emas. Hurmatli kuzatuvchim, agar mavzu siz uchun dolzarb bo'lsa va bu mavzuni chuqurroq yoritib berishimni istasangiz, Directimga plus yuboring va biz sizga mening Telegram kanalim silkasini yuboramiz. Siz u yerda ko'p mavzularga yechim olasiz.